Salom do'stlar, bugungi Gero Minecraft kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun video chiqardim. Anchadan beri video chiqarmayotgan edim. Bugungi videomizda bizlar Minecraft lekin bagdan epik narsalar. Xo'p do'stlar, biz qor biyomida spam bo'libmiz. Qor biyomida daraxt bo'lmaydi lekin. Xo'p, ana biz birinchi daraxtimizni topdik. Daraxt yoniga boramiz. Xo'p do'stlar, birinchi lutimizni yo-mayo, boshdan sehrlangan beryaptimi? Qani go kenglar. Yaxshi. Bunda demak, agar yaxshi narsalar tushdi, bo'ladi. Agar bu videomizda ulgursak agar Ajdarxonni ham o'ldiramiz. Sehrlash stoli. U zumrad. Lekin zumrad kerak emas savdolash uchun. Yaxshi, biz uchun ovqat kerak. Ovqatni asosiy elementlarga olib olamiz. Bulut qilishni davom ettiramiz do'stlar. Agar nezerit narsalar berilsa, juda yaxshi bo'lardi. Trident beryapti. Yaxshi kingsi. Har xil shablonlar. Nima berdi? Xo'p. Moblari tuxumini ham berar ekan. Bu yerga chiqamiz. Totem. Yaxshi, elementarim to'lib qopti. Totemni ikkinchi qo'lga olib olamiz har ehtimolga qarshi. Yaxshi. Kalitlar lekin biz uchun kerak emas. Bizga aslaqalar kerak. Nezeritdan bo'lsa undan ham yaxshi. Xo'p. Bunda sandiq chiqdi. Bunaqa bu sandiq ichida har doim har xil narsa chiqishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek bosganimda Bastion Bridge bosib qo'yganimda liboy narsa chiqishi mumkin. Omadli. Yaxshi, magnit tosh chiqdi. Yig'loq obsidian kerak emas. Yaxshi narsa chiqmadi. Lekin nezerit tushishini xohlayapman, lekin nezerit juda tushmaydimi deymanda bu modda. Lekin epik narsalar. Yaxshi, jemchug. Jemchug tushadi degani bu endga borishimiz osonroq bo'ladi shekilli. Xo'p. Axolotl kerak emas. Qani? Yaxshi narsalar tushyapti. Xo'p, salit ham tushyapti. Demak, qanotlar ham tushsa kerak. Chunki salit tushgandan keyin nezerit. Yaxshi do'stlar, nezerit narsa tushar ekan. Nezerit blok tushgandan keyin. Xo'p. Bu nezerit blok emas, qadimgi qo'ltiq bo'lsa kerak. Mana 5 dona. Xo'p. Agar nezerit narsa tushmasa, mana shuni eritib olib, o'zimiz nezeritdan yasab olamiz. Olmos tushar ekan lekin. Hop, bu daraxtimiz nima bu nezerit tushar ekan do'stlar. Yaxshi. Hop, menikidan yaxshimi? Menikidan yaxshi ekan. Yaxshi do'stlar, nezerit tushishi biz uchun plus tomoni. Hop, keyingi daraxtni qidirishga ketdik. Keyingi daraxt qayerda ekan? O'zi qor biyomida daraxtlar kamdan kam uchraydi. Bu biyomda daraxt hayratdan bor ekan. Blok sifatida obsidian emas ekan bu. Hop. Ketdik, lekin qurollar tushmayapti-yu. Bolta, qilich deganlaridek. Yana bu omadli. Come on. Va. Bu omadli ekan-da do'stlar. Command Infinity sehri bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Nega sehrini ko'rsatmayapti? Yaxshi, afsuski Infinity sehri yo'q ekan.
Hech bo'lmasa sehrlangan oltin olmami? Yo, oddiy oltinmi? Oddiy ekan. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Yana aksolotl, paqirda suv, epik narsalarga kirmaydi ular. Yaxshi, yaxshi. Disklar вообще kerak emas. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'p, oltin sabzi. Bu ham kerak. Yana arbalet kerak emas, boshqa narsalar kerak emas. Hop, yana nima loot tushishi mumkin? Do'stlar, nezir nashi tushini bildik va mana inventarimda trident bormi? Trident bor ekan. Qaytib kelish sehri bilan sehrlangan ekan do'stlar. Qani rostdan ham qaytib kelarmikan? Qaytib kelish sehri bor ekan. Yaxshi do'stlar. Hop, endi davom etamiz loot qilishga va wow, nezir tushdi, lekin biz tayyor nezirli anjomlarga ega bo'lamiz. Arbalet daraxtmi deyman-da bu o'zi. Yo-mayo. Biz yashashimiz shart emas ekan. O'zi tushyapti do'stlar. Yaxshi, yaxshi. Qanikin, mana 7 ta. Yaxshi. Agar portal ramkasi bor. Nimalar tushib tushyapti? Haqiqiy epikmi? Bu qani mana shunaqa joylarda boltani olish qiyin-da. Hop do'stlar, bolta ham tushdi. Yana ozgina loot qilamiz va videomiz ham buni 2 qismga ajratamiz. Juda ko'p daraxt qilishga to'g'ri kelyapti. Yaxshi. Bizda nechta bo'ldi? 15 ta. Bizga yetarli. Faqat agar portalni ramkasi tushsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, do'stlar. Men mana shu joyda videoni tugatishga qaror qildim. Chunki ozgina zarur ishim chiqib qoldi va keyingi qismini chiqishi uchun sizlar videoga like bosinglar.